Assalomu alaykum do'stlar. Zerikarli vaqtlarni zabt qilganimiz yo'q. Xo'sh, bu yerda nimalar bo'lyapti? Prime Tesco'dan bitta nok bor. O'zi nok. Xo'sh, nima bo'ladi? Prime Tesco'da yoqib yuborishdi. Yuzcha yolg'iz komandasini quchirgani ketyapti. Nima bo'ldi? Bu qo'ldan keladimi? No, menimcha qiyin. Omad tilaymiz, mayli. Kimda qayerda konfliktlar bo'ladi? Clash ko'ramizmi? Menimcha yo'q. SNS Holyot, SNS Ayub. Tekin mashinaga chiqishyapti, zonaga tortilishadi. Qarab. Brat squad ham. O, AFK bo'lish ketganmi? Lalala. Konflikt ko'ramiz. Nok. Nok berdi, quvondim. Yaxshi. To'rtinchi komandadan yana bitta kill. Shu. SNS Mura, Prime Titanni chaqiryapti. SNS Legend. Nok holatida. Nima bo'ladi? SNS Holyot. Bittayam zo'r joyga turishdi. Yaxshi. Anjironi holatida. Holyotdan hayishga. Bitta nok yo'q. Chiqmadi. Ayub. Nima qiladi hozir? Ular hozir kuchli bir vaziyatda. Yaxshi. Ajoyib. Uzancha hisobiga 6 ta kill yozib qo'yishdi. Ayubning holatida ular komandasidan bitta Holyot qoldi. Reshokiga ishlanmaydi, Reshokan oldi. Boshqa komandalar ya один. 3 kishi bular. Ko'tartirgani beradimi? Menimcha yo'q. Yo'q, otmadi. Bir o'zi qolgan. Tepa tarafdan nima? Taylon. Ikkita chiroyli. Taylon. Tamam. Taylon. Drain. Holyot, nima qilasiz aka? Chaqira olasizmi? Menimcha yo'q, bu yerda 2-1. Mashinaga ketish kerak. Mashina abgor ahvolda. Menimcha iloji yo'q. Xo'sh. Birinchi komanda. Nima qiladi? Holyotdan comeback so'ramizmi? Bizga ajoyib o'yin ko'rsatyapti.
Sever Afuri yo'q bordi. Beka o'yin zonasida yo'qolib ketdi. 30 ta odam qoldi, 30 ta. Borligini bilishadi. 3 kishi, lekin push qilgani qo'rqishyapti. Yo'q, bir kishi ekan. Aha, yo'q, push qilmayapti, u umuman ketib bordi. Yo'q, bitta. Birga bir holat. Yo'q, otishmadi, ketib qaytib ketdi. Yaxshi. Lekin katta xato qildi. Yo'q. Yashab qoladimi? Voy, malatsi. Shuncha odam ichida tirik ketishda o'zi bo'ladimi? Yo'q, yopilib ketdi. Afsus. Yem oladi, yotishini qaranglar. Bandit. Banditdan bo'ladimi? Ave O'zbek, bandit, SNS Muhammad. Yaxshi yotibchilardi. Oho. Ave O'zbek chiroyli ekan. Daladmi? Xoliyor. Nima bo'lyapti sizga? Bugun men Xoliyorga muxlis bo'laman. Davay. Bosish kerak. Men-ku mau, men akkauntim. Full squad. Yashab qolish bo'ladi. Yaxshi. Au. Fight bo'lyapti. Qayerda bo'lyapti? Apish ko'ring. Burada. Yo'q. Molotov kokteyli bilan yoqib yubordi. Yetmagan dabavga hayeshga uchib keldi. Joyi. O'ninchi komanda bo'ladi, introsini olgan. Counter Cell North. Xo'sh, o'sha bola ham North. Yopilib ketdi ular komandasi. Xoliyor. Tugadi Xoliyor. Afsus. Yana bitta nok ko'ramizmi? Chiqib qo'yding ukam, chiqib qo'yding. Molada aholida. Har doim ishtirok qilishgan. Qizlar bilan lobbi o'ynashini qo'ladi. Buni mazasini meni klandagilar tushunadi xolos. Chili yo'q, muammo yo'q, xotirjam. Zona o'lgiradim. Yo'q, meni o'lgirmadi. Birinchi komanda. Vaziyat judayam jiddiy. SNS'larga nima qiladi? Yaxshi. Ha, Damirbek ekan. Draimbek o'qigan, malatsi, o'zimga qo'yilman. Ona tilidan 2 olganman. Xo'p, akalar, nima bo'lyapti bu yerda? Qiziqarli holat, yopilib ketdi. SNS Mura ketadi hozir, xayr. Bechorani ko'zi yopiq.
Nima qilishadi? Push qilishadimi? Yo'q, push qilishmaydi. Meniki zona shulada. Qaysilar bilan, boshqalar bilan kutishadi. Yana molotov keldi. Foydasi yo'q. Buraga omad 3 statistikasi yashab qoladi. Hop, bu ketishda katta ehtimol bilan Hop egasi aniq birinchi komanda. Otmadi, yo'q. Buni ham to'rga bir holat. Chap tarafingizdan keldi, ko'rdi sizni. Tamirbek, nima qilasiz? Olmadi. 5 kishi qoldi, 3 ga 2. 3 ga 1. Hech vaqo yo'q, zona yurdi. Ularda full zona bor. Malades, malades. Birga bir holat. Qon, malades. Kitorida. Qo'yib. Respekt, malades.